shunaqa hissiyot, shunaqa bir nima deydi, taassurot paydo qilishingiz kerakki, xuddi sizni o'sha ishxonani izlagansiz, anchadan beri kuzatasiz va sizga judayam bu qiziqtirib qoldi. Birinchi navbatda qilinadigan ishimiz o'sha biz kontakt personida ism familiyasini to'g'ri kiritib olishimiz kerak va keyin sizni o'zingiz haqida ozgina ma'lumotlar ketadi va yana bir yozadigan eng joyingiz, siz boyagi vazifalarni o'qib oldingiz-ku. Nima vazifalar, o'sha saytga kirib nima vazifalar kerakligini o'qib oldingiz. Mana shu vazifalarni ko'rsatishimiz mumkin. Mana shu vazifalarni sanab o'tasizda. Sanab o'tib o'sha email davomida sizga judayam mana shu praksisingizga judayam qiziqib qoldim. Siz saytingizda sanab o'tgan shu ishlaringizni men qila olaman va jonim bilan masalan qabul qilaman. O'sha ishlaringizni deb kiritib o'tishingiz kerak. Men masalan yozganman, bu yoqda sizning o'sha komandangiz tarkibida bo'lishni judayam xohlayman. Men barcha vazifalarni bajara olaman. Siz sanab o'tgan deb yozganman. Siz agar konkret yozsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Keyin ikkinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Bu yerda ism familiyasini yozdik, kontakt personida. Endi bizni anshraybimizga kiramiz. O'zimizni, ya'ni o'sha arizamizga kiramiz, motivatsion shraybimizga. Bu yerda mana shu download here degan joyiga boyagi kontakt personida ism familiyasini qo'yamiz. Kontakt personida ism familiyasini qo'yganimizdan so'ng va ikkinchi muhim joyi bor. Mana sizni o'sha ish joyini Bundesagentur für Arbeitdan topdim va o'sha assistent arts sifatida sizni praksisingizni ishlamoqchiman. O'sha praksis degan joyiga qavs ichida o'sha praksisni nomini yozib ketsak yo qo'shirnoq ichida praksisni nomini yozib ketadigan bo'lsak, bizga judayam plyus bo'ladi. Chunki ular yana sizda yaxshiroq taassurot paydo bo'lishiga olib keladi va o'zingiz haqida ma'lumot berganingizdan so'ng motivatsion shraybingizni oxirida ham o'sha vazifalarni sanab o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki siz shu vazifalarni aytgan ekansiz. Men shu vazifalarni jonim bilan barchasini qila olaman. Shuning uchun men o'sha jamoada yaxshi ishlayman. Men kreativman yo o'zingizni haqingizda ozroq ma'lumot berib, o'sha komandangizga qabul qilsangiz juda ham xursand bo'lardim deb motivatsion shraybingizni tugatsangiz, ish beruvchi o'ylaydiki, demak bu qo'qqisdan chiqmadi bu ish. Sizni oldindan kuzatgan, izlangan, saytlarimga kirib ko'rgan, demak rostdan bu ish beruvchiga kerak ekan deb o'ylaydi. Xo'p. Ko'pchilik xatosi mana shu emailda va motivatsion shraybinda na ish beruvchini ism familiyasi, na o'sha ish joyini nomi, praksisni nomi, hech qanday narsa bo'lmaydi. Bu prosta bu hozir namuna faqat. Men hamma ish beruvchilarga o'zlaridan ular bilan jo'natganman. Shu sababli hamma joydan yo отказ olishadi yoki o'sha sizni arizangiz ko'p chiqmasligiga ham olib keladi bu narsa. Bu ozgina ko'proq vaqt olishi mumkin, lekin siz kuniga 100 ta jo'natib bironta javob olmaganingizdan ko'ra 10 ta 15 ta siz uchun juda ham qiziqarli bo'lgan ishga o'zingizni e'tiboringizni
bor e'tiboringizni sarflab, o'sha 10 tani kamida 5tasidan javob olib, bittasi yo ikkitasi bilan suhbatga kirganingiz yaxshiroq. Bu meni shaxsiy fikrim. Keyin yana ko'rib chiqadigan joylari, mana ikkinchisiga ham kiradigan bo'lsak, ozgina vaqtingizni ayamasdan to'liq o'qib chiqsangiz va sizdan nima talab qilinyapti va sizdan nima ular kutishyapti, o'sha narsalarni bilib, kerak bo'lsa saytlariga kirib, keyin o'sha vazifalaringizni shu vazifalarda mana yozib qo'ygan ish beruvchi sizdan nimalar kutayotganlarini va sizlar nimalar qilishingiz kerakligini o'shalarni kiritsangiz va o'sha motivatsion shig'aybingizni ham ko'rsatib o'tsangiz, emailga ish beruvchini ism familiyalarini o'sha ayol kishi, erkak kishi to'g'ri yozib jo'natadigan bo'lsangiz, sizni men o'ylaymanki, agar siz Germaniyada bo'lsangiz, bu juda ham katta plyus va 15-20 kun uzog'i 1 oyda ish topishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz boshqa davlatda bo'lsangiz, ozgina ko'proq vaqt ketadi. Lekin o'sha har kuni chiqadigan e'lonlarga o'zingizni vaqtingizni ayamay, vaqtni ayamasdan o'shada detalni o'rganib va yo'naltirilgan o'zingizni fokusingizni qaratib, barcha hujjatlaringizni yuklasangiz, shunda menimcha yaxshi bo'ladi va tezroq ish topasiz. Keyin yana bitta joyi, buni sizdan oxirida so'rab qo'yadi, masalan, mana shu qismida bironta joyga yozib qo'yadi. Sizni shu hujjatlaringiz bizga kerak deb yozib qo'ygan joyi bo'ladi-da. Ko'pchilik bu narsani ko'rmaydida. Hamma standart hujjatlarni yuklayveradi. Yo'q, siz qaysi ish beruvchi sizdan nima so'ragan bo'lsa, o'sha narsani yuklashingizni biz men tavsiya qilgan bo'lardim. Shunda ham sizni ish beruvchida to'liq paydo bo'ladiki, to'liq fikr paydo bo'ladiki, demak bu judayam bu ish beruvchi meni ish joyimga judayam qiziqyapti degan holat paydo bo'ladi unda. Xo'p, nimaga bu narsa haqida video qilishga qaror qildim? Ko'pchilikdan eshitganman, 1000ta, 2000ta jo'natdim, lekin bironta javob kelmadi deb. Yo'q, menda unaqa bo'lmagan. Men o'sha bor e'tiborimni qaratib, savol javoblarni ko'rib, har 100ta, 150ta jo'natganimdan kamida 10-15ta, 20tasi javob yozardi. Yo siz bizga ming bor uzr, bizga yo to'g'ri kelmaysiz yo boshqa deb, lekin ichidan 3ta, 4ta chiqardi, 2ta, 3ta chiqardi kuniga suhbatga taklif qilgan. Suhbatga taklif qilgandan so'ng 3ta chiqmasa ham, lekin kamida 2ta, 3ta ham bo'lgan ba'zi kunlari suhbat qilganim va ish juda ham tez topilgan. Shunday bo'lganki, ozginadan so'ng men o'zim ish tanlaganman. Menda ko'p variantlar bo'lgan. Shunaqa holatga olib kelish uchun siz ozgina e'tiboringizni bu narsaga yo'naltirishingiz kerak va erinmasdan o'sha hamma narsani tarjima qilib, bilmagan joylaringiz bo'lsa tarjima qilib, shu yo'lda olib borsangiz ish izlash jarayonini, keyin bitta sayt bilan cheklanish kerak emas. Bundesliga agenturasi abad tugatgandan so'ng Indeed, Stepstone, undan tashqari Xing Jobs, yana bir 3-4 xil saytlar bor. Ulardan ham ish izlash keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tamiz. Ulardan ham izlash kerak. Iloji boricha ulardan ham izlasangiz, o'sha ish topilish kunlari anchaga qisqaradi. Ertaroq topasiz degan umiddaman. Hammaga rahmat. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kimgadir foyda bera olgan bo'lsak, o'sha ish topishiga yordam bera olgan bo'lsak, juda ham xursandmiz. Videoni tomosha qilgan insonlarni barchasiga e'tiborlari uchun rahmat.
Bu ma'lumotlar hammasi kimgadir foydali bo'lib qolar degan maqsadda qilindi. Shuning uchun albatta biz ham insonmiz, qayerdadir xato qilishimiz mumkin, qayerdadir kamchiliklar bo'lishi mumkin. Oldindan uzr so'raymiz va to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Hammaga omad shu karyerasida, ish izlash bosqichida.